Bismillahirrahmanirrahim. Necha qorong'i pardalarni ochib. Necha bu. Xo'sh, biz sizlarni shahar aylantirib, aqli bola bo'lib ishlarni yopib qo'yamiz. Kim ochib ketdi? Yop. Yana uyim yo'g'likka tushgandir-da, qambaqal qilib. Ana o'g'rin topdim. Yana bir marta tushsin-da, shu. Ustiga sichib beraman. Xo'sh. Nima gap deya yaxshimisan? YouTube'dagi mashhur masajyorni quramiz. Cho'chqa mazza qilib maza shug'ladi hozir. Tug'ilganing pushaymon qilib. Xo'sh. Qish ketdim, o'tlarni yulib qo'yay. Qayiq tug'ilib olay. Bir yo'l qilib olarman. Esiz. Yaxshi ketmadi. Qayiq tug'ilib olgandan keyin sizlarga gapiraman. Og'zim tilib ketdi, voydo, bu montaj qilib o'rab. Tug'ilib olgandan keyin gapiraman. Ana, hammasi tayyor. Cho'chqa tayyor bo'lsang, boshlaymiz. Bismillah. Montaj olmadi. Ikkinchi dubl o'xshamadi. Xo'sh, ko'ramiz. Qayiq qo'y. Yana to'g'rilash kerak buni. Menga baribir to'g'rilama. O'zbekchilikda bo'p turadi. Chakni qo'y va cho'chqani ham masajga tayyorlaymiz. Cho'chqa tayyor bo'lsang, mana, ana ko'rdi. Ana uni og'ay. Cho'chqa masaj yo'q qoldi va chiqmayapti. Bo'pti. Yaxshi. Va ikkinchi videorolik boshlandi. Nazarda paqirni qo'ysa suv chiqmaydi, to'g'rimi? Buxga aylanadi, lekin muzni qo'yib uni sindirsa muzga aylanarmish. Mishmishlar to'g'rimish. Buni azmiz tekshirib ko'ramiz. Tekshirmasa shuni ustiga chiqib beraman. To'xtanglar, sichib kelay. Cho'ralik qilib keldim. Ya'ni sichib keldim tuvalga. Tayyor. Bismillah. Nima bo'lyapti? Ukam shunaqa qilganda, odam qo'rqitib yuragini. Meni yurak xuruji bor. Xo'sh, tezroq kir, voydod. Iltimos, tezroq kir. Ustingga sichaman hozir. Kir. Do'stlar, qor yog'yaptimi? Xullas do'stlar, videoni shagacha qila olaman xolos. Chunki video shagacha chidollar ekan. Bo'lmasam sichvaradi, bu chidolmaydi. Xullas bo'pti. Keyingi videolargacha xayr. Alvido.